Hürmetli vatandaşlarım, leksimizin davamı. Başta dedik biz Beyxoa Efendi'nin Moskvadan tarqatqan xabari Amerika Avazı Radyosu Xitay til programmasının növbətdəki Amerika Avazı liniyası elan qılınğan xəbərini anlatdıq. Endi ikinci xəbər yakazı sözləydiğən leksiyamı dəl şununğa münasibətlik. Ayada helikadək strategik zor soda degan gaplar ikinci mavzuda yo'q. Lekin shundaqdimi onun qo'shimcha alda balki oningdagi e'tibor yoki so'zlarning jiddiyligini bu maqolada pasaytgan bo'lishi mumkin. Endi bu leksiyaga diqqat qiling, hurmatli vatandoshim. Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Trump Amerika Qo'shma Shtatlari bilan Rossiya Federatsiyasining munosabatini yaxshilash maqsadi Junguni cheklashmi? Mavzuli xabar 1-ayning 31 kuni Amerika Ovozining Xitoy tili programmasi e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Xabarda bir poch surat bosh tetonga qo'yildi. Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Trump telefonda Oqsaroy ishxonada telefonda so'zlashyapti. Oqsaroy ishxona mudiri Pierre Bas, muavin prezident Pence, Oqsaroyning bayonotchisi Sen Spacey, prezidentning davlat bexatarligi bo'yicha yordamchisi Filin ishxonada birga turadi. Mushu suratlar ishxonada birga turgan suratlar to'g'ri qo'yildi. Suratda ham birga edi. Bu vaqt 2017-yil 1-ayning 28 kuni Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Trumpning Rossiya Federatsiyasi prezidenti Vladimir Putin bilan telefon suhbati o'rinlashtirilgan vaqt edi. Xabar mundaq boshlandi. Washington, Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Trump mushaftining oxirida nayta aldirash telefon diplomatiyasi elib berib, ayrim holda Amerikaning Yevropa, O'rta Sharq va Osiyodagi an'anaviy ittifoqdosh davlatlarining rahbarlari bilan telefon suhbati elib bordi. Kishining diqqatini tortgan bir taraf shu bo'ldiki, prezident Trump Rossiya Federatsiyasining prezidenti Vladimir Putin bilan telefon suhbati o'tkazdi. Ukraina masalasi tufayli qatmal holga tushib qolgan Amerika-Rossiya munosabatini tilga oldi. Ba'zilar prezident Trump Rossiya-Amerika munosabatini yaxshilab, Junguni cheklaydi deb ansirashdi. Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Trump nayta qo'yoq telefon diplomatiyasi elib bordi. Prezident Trump yakshanba kuni Saudiya Arabiston podshohi Salman, Arab Birlashma Xalqligi boshlig'i Muhammad Zoyid va Koreyaning muvaqqat prezidenti Hwang Jin-an qatorliqlar bilan telefonda suhbatlashdi. Shanba kunida Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Trump Yaponiya vaziri Shinzo Abe, Germaniyaning vaziri Angela Merkel xonim, Fransiya prezidenti Hollande, Avstraliyaning vaziri Tin Embor bilan telefon suhbati o'tkazdi. Rossiya bilan bo'lgan munosabatni asli keltirdi. Demek telefon suhbati boshlandi, telefon suhbatiga Rossiya bilan bo'lgan munosabatni asli keltirdi. Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Trump ittifoqdosh davlatlar bilan telefon aloqasi qilgandan boshqa, Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Trump Rossiya Federatsiyasining prezidenti Vladimir Putin bilan telefonda 1 soatga yaqin so'zladi. Oqsaroy axborot ishxonasining bir parcha bayonotida mundaq ko'rsatildi. Bu qatimki aktiv telefon suhbati Amerika-Rossiya munosabatini yaxshilash va asliga keltirishda muhim boshlanishdir. Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Trump bilan Rossiya Federatsiyasining prezidenti Vladimir Putin bugungi telefon suhbatidan keyin ikki taraf tez harakatga kelib, zo'ravonlarga qarshi turish va ikki taraf ko'ngil bo'ladigan boshqa masalalarga o'rtaq taqobil turishni umid qiladi. Ya'ni ikki taraf ko'ngil bo'ladigan o'rtaq masalalarda o'rtaq taqobil turishni umid qiladi. Bu qatimki telefon suhbati Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Trumpning Oqsaroyga kirgandan keyin tunji qatim bevosita Rossiya Federatsiyasining prezidenti Vladimir Putin bilan elib borgan suhbatidir. Bu suhbat ikki davlat rahbarlarining bundan keyingi uchrashishiga yo'l tuzladi.
Demek söhbetden keyin bular uchrashdi. Moskva Kreml sarı e'lon qilgan bir parça bayonotda mundaq ko'rsatildi. Rossiya Federatsiyasi prezidenti Vladimir Putin bilan Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Trump aloqador taraflarga ko'rsatma berib, ikki davlat rahbarlarining yuzma-yuz suhbat qurishiga mumkin bo'ladigan kun tartib va so'rinni o'rinlashtirishga qo'shildi. Prezident Vladimir Putinning bayonotchisi mundaq ko'rsatdi. Ikki taraf ikki davlat o'rtasidagi savdo-tijorat munosabatlarini qayta tiklashning muhimligini ta'kidlashdi. Amerika Qo'shma Shtatlari prezident Trumpning Rossiya qartilgan embargo siyosatini bekor qiladiganligini chetga qoqqili bo'lmaydi. Rossiya amaldorlari mundaq hisobladi. Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Trump va Rossiya Federatsiyasining prezidenti Vladimir Putin savdo-tijorat berish-kelishlarni tilga olganligi Amerikaning Rossiya qartilgan embargo siyosatini yeniklatadiganligining bishoratidir. Amerika Qo'shma Shtatlari Rossiya Federatsiyasi bilan munosabatni yaxshilab, Jungoni cheklamdi. Prezident Trumpning Rossiya bilan bo'lgan munosabatni qayta ko'tarib chiqish tirishchanligiga Washington va Yevropa ko'ngil bo'lib qolmasdan Beijingning xotirjam bo'lolmasligini keltirib chiqardi. Jungoning ba'zi olimlari Prezident Trump bilan Rossiya bilan bo'lgan munosabatni yaxshilashi, Jungoni tizginlash uchun Prezident Trumpning Rossiya bilan bo'lgan munosabatni yaxshilashi, Jungoni tizginlash uchun xuddi 20-asrning 70-yillarida sobiq prezident Nixonning Jungoning darvozasini ochib, Rossiya bilan qarshilashganiga o'xshash deb ansirashga boshladi. Yana boshqa tahlilchilar mundaq hisobladi. Prezident Trump bilan prezident Vladimir Putinning ittifoqlashib, Jungoga taqobil turish strategiyasi jihatda mundaq mumkinlik bor. Yo'q emas. Prezident Trump bilan Rossiya Federatsiyasining prezidenti Vladimir Putinning ittifoqlashib, Jungoga taqobil turish mumkinlik bormi yo'qmi degan savol qo'yishdan yo'q, mundaq mumkinlik bor deb xabarning oxiri Moşunda ahırlaştı.